Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda men Minecraftda Selena Galoviy bilan yashab qolishga harakat qilaman. Qani, let's go. Birinchi bo'lib biz daraxt chopamiz. Vestaga yasaymiz. Va ish qurollari qilib oldik. Bu olma. Tosh qaziymiz. Yana yangi ish qurollari qilib olib, qishloqni loot qilishga qaytamiz. Birinchi sandig'imiz. Albatta bular bizga kerak bo'ladi. Yotoq. Va bu uyda ham ikkinchi sandig'imiz bo'lishi kerak. Stop, bu yerda yotoq ham? Yo'lmaydi. Olma. Pichan. Bitta fakir. Bizga aniq bilan kerak bo'ladi. Xullas do'stlar, men bitta narsani o'ylab qoldim-da. Agar Selena Galoviy men eshitishim bo'yicha kechqurun chiqarkan, hozir kunduz bo'lsa, biz balki ovqat zaxiralarini to'plab, keyin birorta uyga yashinamiz. Masalan, mana bu. Qancha tekshiraylikchi? Normalniy. Va albatta bizga yotoq kerak. Uxlashimiz uchun. Balkim uxlash vaqti kelgandir. Abidda emas lekin. Qo'yilsang-chi. Pechga qo'yish kerak. Qayerga qo'ysak bo'ladi? Mana bu yerga. Va bu ikkalasini hech kim bilmasa, lekin chiroyli turdi. Xo'sh, mana men yiqqan narsalar. Mana. Endi biz kech bo'lishini kutamiz. Mana do'stlar, kech ham tushdi. Selena Galoviy chiqishini kutamiz. Do'stlar, Selena Galoviy kelganga o'xshaydi. Ovozlar chiqishni boshladi. Yo'q, ana ular. Bitta emas-ku bular. 3 ta ekan. Yo'q, qochish kerak. Hozir ular bilan jang qilib ko'rishga harakat qilaman. Xo'sh. Temirli qilich olmoqchiman. Bitta temirli qilich va bitta nayza. Mana. Kartoshkani ham pishirib olish kerak. Tezroq. Kartoshkani bizga yana nima kerak bo'ladi? Albatta spawn point kerak bo'ladi.
bo'lmaysan. Tezlar, kartoshka kerak. Men yana o'zimga kerakli narsalarni tayyorlab olaman. Menimcha mana shular yetadi. Men non ham qilib olishim kerak. Non. Mana. Juda ko'p non qilishim kerak. Mana shu. Yetadi. 3 dona olamiz, keyin o'lib qolsak, mabodo 5 ta yetar, 6 ta bor. 6 ta yetar. Temirlarni solib qo'yamiz. Uncha baqirmasa bu, tinchlanning. Hozir sen oldinga boraman, sen bilan urushib ko'raman. Bo'ldi, mana shuncha yetadi. Do'stlar, men urushga ketdim. Qo'rqqanni qo'li sinsin. Qo'rqqanni qo'li sinsin. Och biqiniga sol, och biqiniga. Och biqiniga sol, och biqiniga. Qo'rqqanni qo'li sinsin. Urush. Qo'rqqanni qo'li sinsin. Voy, urib bo'lmay qoldi. Qo'rqqanni qo'li sinsin. Ovqat. Nayza bilan solish kerak. Nayza bilan. Voy, meni o'ldiramayapti bular. Nayza bilan solish kerak bularga. Nayza. Men jonim chekmayapti-yu bular. Lava qo'yish kerak. Yerga tagiga lava qo'yish kerak. Och, yonyapman. Yonyapman. Suv kerak. Yordam. Suv. Va nihoyat. Do'stlar, bularni umuman yengib bo'lmayapti, lekin ular ham kuchsizga o'xshaydi. Nima bo'lib qoldi bularga? Urish! Qo'rqqanni qo'li sinsin. Va ursangchi meni yeb qo'ymaysan ham. Va urushni boshladi. Yo'q, men o'ldim. Do'stlar, Selena Galovi juda ham kuchli ekan. Kelinglar, ular tvorческий rejimida sinab ko'ramiz. Qanday turlari bor ekan, tashqi ko'rinishini ko'rish kerak. Stop, ertalab qilib turay. Kuchli ekan. Menimcha qo'rqqan bo'lsa kerak-da. Qani bir uni ko'raychi. Oho, buncha katta bular. Og'iz katta buncha. Yo'q, nechta bular? 4 ta, 5 ta ekan. Bitta qishloqqa 5 ta Selena Galovi kelibdi. O'ldirib qo'ydi bular. Voha, og'zini qaranglar. Og'zini ichiga kirib ham ketish mumkin. Oshqozoni. Nima urib bo'lmayapti buni? Och biqiniga sol, och biqiniga. Kelinglar, bu yerga golemlarni ham qo'yib ko'ramiz. Golem. Mana golem. Davay golemlar. Yashirchasi qara. Och biqiniga sol, och biqiniga. Ayo, qolib bo'lganda, allaqachon yetib bo'lgan bo'lardi biri. Do'stlar, u Selena Galovilar yutqazyapti. Do'stlar, mana buni qaranglar. Kuchanishini. Hozir ko'rasizlar. Bak bo'lib qoldi. Ana, ko'rdinglarmi?
Xo'sh do'stlar, xayrlashadigan vaqtim keldi. Agar 1000 ta obunachi bo'lsak, stream olamizmi? Shuning uchun like bosing videoga, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Lekin bu boss umuman yoqmadi menga. Selena Galovi eng kuchsiz ekan. Men unga Selena Galovidan 10 dan 6 lar berib qolaman, chunki sababi juda ham kuchsiz mob, qaranglar. Bitta golemlarga bas kela olmayapti. Hammaga xayr do'stlar, bugungi video tugadi. Hammaga xayr. Uchrashguncha.